Sizlar kutgan Anasxon darvozachini yasalayotgan sexiga kelganmiz. Akalar, yangiliklarda doda xo'jalari bor. Hammaga assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar hamda YouTube foydalanuvchilari va yakat Uzkanal nashat obunachilari. Mana bugun biz mana o'sha kanalimizda haqiqiy darvozalarni sifati bo'yicha ham, narxi bo'yicha ham bemalol ko'pchilik bilan raqobatlashadigan Anasxonni sexiga kelganmiz. Assalomu alaykum. Inshaalloh. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Jasur aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamay turibsiz? Bugun obunachilarimizga qanaqa yangiliklaringiz bor? Qanaqa bo'ladi endi bular qayerga ketadi bu darvozalarimiz? Shular haqida bitta. Xo'p, assalomu alaykum hammaga, Yakatit Uz kanali a'zolari. Xo'p, biz Namangan viloyati, Namangan shahrida jarayonlarni olib boramiz. Kimga shunaqa darvoza kerak bo'lsa, pastdan bilan aloqa chiqarsizlar. O'zbekiston bo'ylab ustunovka qilib beramiz. Darvozamiz samimilarni yo'qsa pul berasizlar, yo'qmasa qaytarib ketaveramiz. Bizga pul muhim emas, bizga sizdagi insonlarning rozi rizoligi muhim. Nimaga desangiz, nima ish qilishimizdan qat'iy nazar, bitta insonni rozi qilib pulni olsa, topgan pullar baraka bo'ladi. Albatta. Bizga klientlarimizni rozi rizoligi kerak, pul keyin o'rnib turadi. Xo'p, darvozalarimiz mana hayotdagi usulda, xo'p, Samarqand darvozalari hamma darvozalarimiz bilan bor. Xo'p, kimga shunaqa darvoza kerak bo'lsa, pastdan bilan aloqa chiqaveradi. Chiroyli qilib yasab beramiz. Yasab beramiz. Xo'p, Yakatit Uz kanali a'zolariga bonusimiz bor. O'tgan safar ham video chiqarganmiz. Onaning qarmog'ida yetim farzandlar bo'ladigan bo'lsa, pastdan bilan aloqa chiqishadi. O'zbekiston bo'ylab xudo xohlasa ustunovka qilib beramiz. Yakatit Uzdan ko'rdik deyishsa bo'ldi. Bitta darvozamiz bor, o'shani xudo xohlasa siz kanalingizda bonus qilib chiqarib beramiz. Mutlaqo bepul. Vodiyga bo'lsa olib borib ustunovka qilib beramiz. Voha tarafga bo'lsa yo'nalishimiz o'sha yerda bo'lsa ustunovka qilib beramiz. Agarda yo'nalish u tarafda bo'lmasa, bitta mashinadan yuklab chiqarib yuboramiz, o'zi ustunovka qilib olishardi. Yo'lka pulni ham o'zimiz to'laymiz biz. O'tgan safar ham xuddi ana shu yetim bolalarga deb turib bitta darvoza chiqarganmidik. Bitta edi. O'rnatib berdingizmi shu? O'rnatib berdik. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Endi qarang, hozir bu safar yana bitta qo'shaylik shunga. Man nomida. Bo'ldi, agar Yakatit Uzdan desa ikkita darvoza xudo xohlasa bonusga. Inshaalloh faqat ustunovka qilib beramiz. Realni haqiqiy ana shunaqangi yetim bolalar bo'lsa, ona qarmog'i. Ona qarmog'ida qolishgan bo'lsa, shu balog'at yoshga yetishmagan bo'lsa, ikkita darvozamiz xudo xohlasa mutlaqo bepul olib borib vodiyda bo'lsa ustunovka qilib beramiz. Vohada bo'lsa dastavka pullarni o'zimiz berib, usta haqqini ham beramiz, moshina yuklab chiqarib olamiz. Ustalar o'rnatib berishadi. Albatta. Alloh rozi bo'lsin. Do'stlar, mana shu Anasxonni bitta chiroyli qilib duo qilib qo'yasizlar. Endi bu tomoniga keladigan bo'lsak, akalar, boshida aytib o'tib ketganimdek, bu tomonlardan mana sifat, silliqlik, kraska ishlovlari darvozalarga, lekin opshim gap bo'lishi mumkin emas, akalar. To'g'ri gapda, haqiqatni aytish kerak. Inshaalloh. Misol, hozir endi biz darvozamiz bor, uyda misol uchun qachondirki zanglab, chirib, aqaba bo'ladigan bo'lsa, lekin mana shu yerga kelib turib darvozamni yangilayman. Xudo xohlasa. Inshaalloh. Xudo xohlasa. Lekin Xudo xohlasa ishlariga zo'r javob berishadi. Eng qizig'i, narxlarini ham zo'r qilib beradi. Xudo xohlasa eldan narx-navosini imkon qadar ozroq qilib berishga harakat qilamiz. Yo'q. Bo'lmasa, Anasxon obunachilarimiz ko'p kuttirmaylik. Darvozalar bu yerda ko'p ekan adashmasam. Ko'p. Imkon qadar qisqa va lo'nda qilib tushuntirib, narx-navolari bilan boshlaylik. Bo'ldi. Inshaalloh bu bag'dan boshlasa bo'ladimi Samarqand qozon? Sher darvozalar. Bu yangiligi okamlar ko'rgan ekanlar YouTube platformasida. Bizga ham shunaqa darvoza qilib berdilar. Bu darvozamiz Jizzax viloyatiga o'rnaydi. Xo'p, darvozamiz haqida qisqacha tanishib o'tamiz. Darvozamiz eniga 4 metr, balandligi 3,40, ikki yoni tagi shivellar bo'lgan, profillar 6,4, 1,5 stenka. Mana bu arka qismlarni pulni biz litsozdan chiqaramiz. Profildan to'rab chiqarmaymiz. Ish jarayonlarini rasmga, videoga tashlab turamiz. Ko'rishadi hamma jarayonlarni. Xo'p, darvozamiz glansli bo'lgan, silliq ishlangan. Xo'p, mana tevalarga sherlarni qo'yib bering dedilar. Mana 3 ta sherni qo'yib berdi, chiroyli qilib. Mahallada bitta bo'lsin Jizzax dedilar, xudo xohlasa. Sherlargacha qo'yib berdi. Okamlar tashadi, ish jarayonini ko'rdilar, juda xursand bo'ldilar. Okamlar hozirda Rossiyadalar. Video jarayonlarini tashlab turdim, ko'rib turdilar. Xudo xohlasa bu darvozamizni 2 qavatli bo'lgan. Bu darvozamizni silliq ishlab 1 kvadrat metrni 1.350 mingdan qilib beramiz. YouTube platformamizda ham ko'rishsin, bunaqa darvozani ko'pchilik germetik sepadi, ya'ni cho'tir sepadi. Yaqinroqda olib kelib ko'rsatsangiz ko'rinadi. Bu silliq ishlangan darvozalar, ko'rasiz. Agar cho'tir sepib qilib beradigan bo'lsak, kvadratiga 100 mingdan o'tib beramiz. Ya'ni 1.250 mingdan qilib beramiz. Nima uchun desangiz, birinchidan svarchini ishi ham tez bitadi. Kraska ishi ham tez bitadi. Misol silliq ishlaydigan bo'lsa, 1 hafta 10 kun vaqt ketadigan bo'lsa, buni germetik sepiladigan bo'lsa, 1 kun uzab kelsa 2 kunda chiqib ketadi qo'limizda. Kraskani o'zidan. Agar bizga mana shunaqa darvoza o'zida 25 kun, 30 kunga olingan zakaz,
shuter sepiladigan bo'laveradi deyishsa, bir hafta 10 kunda bitadi. 15 kunda ustanovka qilib beramiz. Endi yana Anasxon qo'shimcha bunga misol uchun listini qalinroq qiling yoki yupqaroq qiling desa pullari ham o'zgaradi. Albatta qo'shadi. Endi qarang, list haqida yaxshi aytdingiz, tushuntirib o'tamiz. List 2 li bo'lgan, 2 qavatli, mana TVS listi, shooter listi. Buni 1.5 deydi ko'pchilik. 1.4 deydi. Buni eng qalini 1.3 chiqadi. Undan ag'i 1 0.8 0.9 bo'lib boradi. Haliga sotiqda yo'longa bo'lsa haromatlashib qoladi. O'shanga uchun hamma narsani rostini aytib sotgan yaxshi. Buni eng qalini 1.3 chiqadi, undan qalin chiqmadi. Обязательно mana chekkalarga ham vibralar aylantirilgan har bitta ko'zga. Ko'pchilik ko'rsangiz faqat katta ko'z o'ziga aylantirib qo'yadi, mana chekkalarga ham vibra aylantirmaydi. Обязательно biz vibralargacha aylantirib chiqqan eng original full shu bo'ladi, xudo xolisa. Qaranglar akalar, silliqligini. Bilis top turibdi, mashalloh. Bu darvozamiz o'sha 1.350 ming so'mdanga O'zbekiston bo'ylab ustanovka qilib beramiz. Xo'p, Xorazm bilan Qoraqalpog'istonga faqat dastavkamiz bor. Buxorogacha xudo xolisa ustanovkalarimiz bor. Dastavkamiz o'sha Qoraqalpog'iston Xorazmgacha dastavka qilib beramiz, ustanovka qilib bera olmaymiz. Chet davlatlarchi? Chet davlatda qo'shni davlatlarga pulni olib borib ustanovka qilib beramiz. Kelishgan narx-navosini xudo xolisa. Endi navbatdagi darvoza. Bu darvozamiz eniga 3.40, balandligi 3.60. Bu razmer o'zi, darvozaning o'zi. Undan tashqari ikkita chekkasiga 35 sm-dan adrenalichkasi bor. U tomonga, bu tomonga bu adrenalichkasini yaqinroqdan ko'rsatsangiz, boshqa darvozachilarga qaraganda bizga ancha farq qiladi. Nimaga desangiz, mana bu tagida alohida listimiz bor, mana ikkinchi qavati. Bu birinchi qavat, bu nalishinalar ham 2 qavat bo'ladi. Mana tumlar ham katta chiqqan, tevadagi tumlarning 45 sm baqa chiqqan. Ko'pchilik buni qilib chiqarmaydi, o'zini o'ziga qo'yib qo'yadi. Biz yana ham darvoza gabariti chiroyli tutsin, kashisi zo'r tutsin deb nalishinalar baqa oldiga 45 sm chiqarganmiz. Darvozamiz 2 qavatli bo'lgan, shum izolyatsiya bo'lgan. Bu darvozamiz Surxondaryoga o'rnaladi. Surxondaryoga. Bu darvozaning egalari ham o'sha ayol kishilar Rossiyada ko'rib, ishimiz yoqqan ekan, zakaz qilganlar, xudo xolsa, ish jarayonini tashab turdim, ko'rdilar. Xursand bo'ldilar. Bu darvozamiz ham Surxondaryoga o'rnaladi. Surxondaryolik bo'lsa bitta like bosib qo'ysanglar, xudo xolsa. Yana ham bundan ham arzonroq. Bu darvozamiz ham kvadrat metri 1.350 ming so'm, silliqqa 1.250 ming so'mdanga germetik sepib, shooter sepib qilib beramiz. TVda ko'vinli gullarimizni samirozlab qo'yganmiz. Qachondir yuvishadigan bo'lsa, bo'shatib baqa olib, taglarini artib tozalab, yana qotirib qo'shaveradi. Bunda muammosi yo'q, xudo xolsa. Hamma yoqni inshaalloh chiroyli qilganmiz. Gruntovkalar sepizlar, обязательно. Yo'q. Xo'p, bu darvozamiz high-tech darvoza. Darvozamiz ancha bitganiga ancha bo'ldi. O'zimizga Namanganga o'rnaldi, deb YouTube'ga olalik deb tayyorlar changlayotibdi. Darvozamiz eniga 4 metr, balandligi 3.70, 3 qanotli bo'lgan, kirib chiqish eshigi отдельный bo'lgan. Xo'p, darvozamiz 2 qavatli bo'ladi, list 2 li bo'ladi. Birinchi qavatdan 2 li, ikkinchi qavatdan 2 li bo'ladi. Buni 1 kvadrat metrni 1.400 ming so'mdanga O'zbekiston bo'ylab olib borib beramiz. Agar 1.8 li bo'lsa, yana ham arzonroq bo'ladi. Endi narx-navo nimaga o'zgaradi desangiz, narx-navo darvozani materiali qalinligiga qarab, parashiga qarab narx-navo o'zgaradi. 1.400 ming so'mdan 1.100 ming so'mgacha chiqadi materialga qarab. Eng zo'rini 1.400 ming so'mdan qilib beramiz buni. Bu ham endi bir o'ziga yarasha bir chiroyli. Kimgadir misol uchun mana fason yoqsa, kimgadir bu fason yoqadi. Obязательно. Bu ranglariga keladigan bo'lsa, akalar, xohlagan ranglaringizni sepib berishaveradi. Xo'p, rangini nasib beramiz yoki o'zlari yoqtirgan birorta darvoza bo'lsa, tashlab yuborsa, xudo xolisa o'sha darvozaning o'zidan qilib beramiz. Bizga muammo yo'q, xudo xolisa. Bunisi endi. Keyingi darvozamiz bu ham Namangan shahriga o'rnaydi. Darvoza qamashtirib yuboryapti-ku. Namangan darvoza, bu darvozamizni bundoq bo'lgan akamiz oldinroq bitta darvozachiga zakaz qilgan ekan bu darvozani. Ishini zakaz qilgandim uka. Men borsam darvozani uloq-puloq listdan qilib qo'yibdi. Juda xafa bo'ldim. O'zim men material bilardim, material bilan odam bo'laveradi deb yasab qo'yibdi uka. Xafa bo'ldim. YouTube'da boshqacha gapirganda, gaplashib dogovor qildi, zakolat bergandan keyin bitgandan borsam kraska uloq qilib qo'yibdi. O'shanga siz ishingizni ko'rdim. Mana shunaqa pantegan bo'laman uka. Menga chiroyli qilib bering dedilar. Bo'ldi dedim. Darvozani bitkizdik. Cho'rnoy g'oltin kelib ko'rdilar hamma yog'ini. Okamlar yo'qdi. Bitta narsani yaqinroqdan ko'rsatib qo'ygan iltimos. Ko'pchilik bunaqa darvozaga mana bu profil qo'yib chiqadi. Mana bu yerlarga zinapoy bo'lgan, bilasizda? Mana bu narsa hammasi bitta narsa. Biz stanovda gibkada egilib chiqarganmiz. Nima uchun desangiz, bu yerga suvarka tegmadi birinchidan. Suvarka tekkanini chaqlash kerak bo'ladi. Chaqlagandan buni polni zamas qilib pishish kerak bo'ladi. Uloq bo'ladi. Bu splashning bitta narsa bu narsa. Bukilgan. Mana bu yerlarda ham bukilgan. Splashning bitta. Butun narsa, haliga uloq-puloq bo'lgan narsa emas. Ish jarayonlarini tashladim, ko'rdilar, xursand bo'ldilar. Yo'qdi. Darvozamiz 12 li shveler bo'lgan, 2 yoni bilan tega. Tegasi 12.8 bo'lgan, lifti 2 li bo'lgan. Bu darvozani o'zi ko'rtkali ko'pchilik 2 qavat deb o'ylashi mumkin, lekin bu darvoza 1 qavatli. 2 qavatlikka o'xshab chiqqan.
Hop, 2 qavatligini 1 kvadrat metrdan 1,5 milliondan qilib beramiz, 1 qavatligini 1 million 400 ming so'mdan olib borib ustanovka qilib beramiz. O'shanda 2 list bo'ladi. 1.8 bo'lmaydi. Sho'ylarlar ham o'sha xudo xolsa zo'rdan bo'ladi. O'sha pochimlilik. Hamma darvozamizga davochi qo'yib beramiz. Pulsozga, ya'ni darvozani ochilganini avtomatik o'zi o'tgan safar videomizni ko'rgansiz, yopiladi. Faqat Samarqand darvozalar qo'yib olmas ekan uni. Nimaga desangiz, eshigi arka ochiladi-da uni. O'sha hisob qo'yib olmas ekan, qolgan hamma darvozamizga tushadi. Tushyapti. Darvozamiz razmeri eniga 3.40, balandligi 4 metr bu. Tevalaman lazerli gulda bo'lgan. Pulni silliq ishlangan ko'rasiz mana, matli bo'lgan. Kimga shunaqa darvoza bo'lsa, aloqa chiqishaveradi xudo xolos. O'zbekiston bo'ylab ustanovka qilib beramiz. Gap. Endi bu darvozamizga alohida bitta to'xtalib ketmasak bo'lmaydi. Xo'p, bu darvozamiz high-tech darvoza, mana 2024-yilda eng trendi bo'lgan darvozamizdan. Pulni chekkalarga, ichkariga nirjivaga qo'yib berganmiz. Xo'p, darvozamiz 2 qavatli, shum izolyatsiya bo'lgan, 2 yoni tagi darvozam 2 yoni o'ngga o'ng bo'lgan ekan, taglari sho'ylar bo'lgan. O'sha-mo'shalar pochimlilik mana. Tashqariga ochiladi bu darvozamiz. Tashqariga ochiladi. Mana pochimlar ham turibdi mana. Yengil ochilib yopiladi. Hop, kichkina qonat o'ngida o'rtada bo'lgan, chapda bo'lgan. Hop, 2 qavatli bo'lgan, bu ham tevalar lazerli bo'lgan. Bu darvozamiz 1 kvadrat metri 1 million 350 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab ustanovka qilib beramiz. Silliq ishlab. Buni ham qalin yupqa bo'lsa, narxlari o'zgaradi. 1 million 350 mingdan eng zo'rini qilib beramiz. 1 million 300 mingdan, 1 million 250 mingdan, 1 million 200 mingdan ham qilsa bo'ladi. Faqat metrga qarab narx-navosi o'zgaradi. 2 list bo'lgan, birinchi qavat ham, ikkinchi qavat ham. Pulni nerjiva ekan bo'lgan. Yana ko'pchilik tanasidan ahamiyat berib qo'ysa, yaqinroqda olib keling olka telefonni. Mana tevada lazerli gullar ko'rasiz-ku? Biz taglarni ochib qo'yganmiz, mana ko'rasiz. Mana taglargacha pulni. Nimaga desam, uni yuvilgandan keyin suv o'shadan tushib ketadi. Bemalol. Ko'pchilik bunaqa darvozada ko'rishsin, uni tushgan ko'pchilik ochib qo'ymadi. Taglari bu yerdan zang o'qish boshladi. Pulni hamma yog'ini biz ochib qo'yganmiz. 1 million 350 mingdan eng zo'rini xudo xohlasa qilib beramiz. Yashang. Endi keyingi darvoza. Xo'p, bu darvozamiz ham Samarqand darvoza. Xo'p, darvozamiz Samarqandga o'rnaydi. O'rtalari neobichniy bo'lgan, ya'ni lazerli gulda qilganmiz buni. Egalari ko'rib YouTube'da mana shunaqa ko'rdim, lazerli qilib bering dedilar. Bo'ldi, aka dedim, tashab turibmiz. Qani kovinli guldan ham xudo xohlasa biz boshqacha bo'lib chiqdi. Nalishidan ham 2 yoniga 35 sm dan chiqadi. Bu darvozamiz eniga 3.60, balandligi 3,5 metr bo'lgan. Bu 3.60 bu ichini o'zi. Mana ikkita chekkasiga 35 dan nalishiga bor, 70. O'shani solasangiz 4.30 ga boradi darvozani opishi eni. Balandligi 3,5 metrga boradi nalishiklari bilan. 2 qavatli bu ham yereng'oq listda bo'lgan. Обязательно mana vibralargacha aylantirib chiqqanmiz. Profillarimiz 2 ga 2 bo'lgan, 6 ga 4, 2 stenka bo'lgan, 2 yoni tagi shivelar, oshxo'mashlari buni ham pochimlilik bo'lgan. Bu darvozamiz ham kvadrat metr 1 million 350 ming so'mdan eng zo'ri. Silliqqa ishlanadigan 1 million 350 mingdan qilib beramiz. Agar buni ham chuqur seplardan deysizlar, 1 million 250 mingdan, 1 million 200 mingdan qilib beramiz. Endi buni misol uchun joyi kichikroq bo'lsa, kichikroq qilib bering desa ham qilib berilaveradi. Qilib beraveramiz. Agar razmlar kichkina razmlarimiz ham bor, xudo xohlasa video davomida ko'rsatib o'tamiz ularni. Bo'ldi. Endi bu oddiyroq ekan. Bu oddiyroq, soqqali darvoza deyishadi. Bu darvozamiz Xorazmga. Soqqali bolalarga. Soqqali Xorazm, Pulka bolalarga. Darvozamiz mana ko'rib turibsiz, vohada ko'pchilik bilishadi. Samarqanddan tashqari ag'i Xorazm, Qoraqalpog'istonlarda ko'proq darvoza tashqariga ochiladi. Undan keyin ag'da voha taraflarda ko'proq Xorazmlar, ayniqsa Qoraqalpoqda ishini ochsangiz biroq o'yga kirib ketadi. Mana vodiy taraflarda ishini ochsangiz darvozaxonaga kirasiz. Voha taraflarda ko'proq o'y ochsangiz uy o'ziga kiriladi. Darvoza tashqariga ochiladi. Hatto kichkina kelayotganimiz ham tashqariga ochiladi. Bu darvoza ham 2 qavatli bo'lgan. 1 kvadrat metri 1 million 350 ming so'mdan 2 list qilib beramiz. 1.8 list bilan olmasa 1 million 300 mingdan qilib beramiz. Ba'zi bir okalar telefon qilishdi, 2 list ko'pchilik 1.8 list ham 2 list deyishar ekan edi. Bizda точно 2 list chiqadi. Agar 1.9 chiqsa ham pul bermay qo'yishaveradi. Bekor o'rnatib beramiz. Gapga ham ishga ham javob xudo xohlasa. Alloh rozi bo'lsin. Xo'p, keyingi darvozamiz ham Xorazmga o'rnaydi. Xorazm yangi bozorga. Darvozamiz ikkita yonma-yon. Xudo xohlasa ikkita bir xil o'rnadi, bitta joyga o'rnadi. Ranglari boshqachami yo? Yo'q, ranglar bir xil, faqat tovlanib turadi. To'g'ri. Mana, ro'paradan qarasangiz boshqacha, undan qarasangiz bog'da bir xil ko'rinadi. Boshqacha ko'rinadi. Hop, bu darvoza anaqa svitilni qilib tashasizlar. Xudo xohlasa qo'ldan kelgancha inshaalloh. Kraska qanaqa kraska ishlatasiz? Kraska Devo kraska. O'zimizni qora jo'ntiradi. Devo kraska bo'ladi. Hop, обязательно hamma darvozani tagidan gruntobga sepamiz biz, xudo xohlasa. Nimaga desangiz, darvozani gruntobga sepishdan maqsad darvozani kamchiligini bilib olish, qayerda nima aybi bor, nima yo'qligini ko'rib, undan ustidan uni kraskani sepamiz. Undan ustidan laksni sepamiz. Hop, darvozamiz haqida qisqacha tanishib o'tamiz. Darvozamiz 287 ga 287. Mana bu darvozalardan pulni mana tashqariga ochiladi.
ichkariga ochilmaydi. Faqat kichkina eshigimiz ichkariga ochiladi. Mana gullari ham xudo xohlasa nerga to'g'riga qaraganda sal boshqacharoq bo'lgan mana gullari ham. Mana gullarni ham polni bo'shatib olib, arz tozalab qo'ysa bo'ladi. Mana tevdagi kovni gullarni ham polni kvadratdan chaqib chiqarganmiz. Ko'pchilik gladni o'zidan qiladi, yaqinroqdan ko'rsatsangiz mana polni chaqib chiqarilgan hamma yog'ini. Bir neobычный bo'lib boshqacha bo'lib chiqqan xudo xohlasa. Egallar ham ko'rib xursand bo'ldilar, kutganimdan ham ziyoda bo'lib chiqdilar. Zo'r chiqdi-da. Ha, bu darvozamizdan 1 350 ming so'mdan kvadrat eng original fullini xudo xohlasa ustanovga qilib beramiz O'zbekiston bo'ylab. Bunisi ham razmeri bir xil xudo xohlasa. Klientlar telefon qilishyapti shekilli. Ha, xudo xohlasa. Xo'p. Mana bu darvozamiz Samarqand darvoza. Aha. Bu darvozamiz ham Surxondaryoga o'rnaydi. Darvozamizga kirib chiqadigan eshigi addenni 3 qanotli bo'lgan, bu 3 qavatli bo'lgan. 2 qavatli emas. Oldiga yer yong'in diskadaganmiz, vibralangan ponni, tevda kovni gullarimiz, orqa taraflari tosh chis bo'lgan buni. Aha. Nergida Samarqand darvozasidan orqa tarafini 2 qavatini ko'rsangiz, profil ham kes ko'rinib turadi. Bo'ladi unaqa emas, bularga orqa tarafdan lis qadab, ham oldida ham orqada shumka bo'lgan, ya'ni двойной shumka bo'ladi. Ham oldida ham orqada. Yaqinroqdan ham kelib ko'rsatib qo'ysam, bitta klientlarga ko'rsatib qo'yamiz. Mana orqa tarafi manaqa bo'ladi. Bir orqalarga vibra aylantirib qo'yamiz. Bir qator ko'rsatib qo'ying mana. Ponni vibra aylangan 3 qavatli shunaqa bo'ladi orqa taraflar. Arkadan ham ponni buni lis o'zidan kesib chiqarganmiz. Egalarga ish jarayonini tashab turdi, ko'rib turdilar. Ma'qul keldi dedilar. Xudo xolasa 3 qavatli darvozamiz kvadrat metrini 1,5 milliondan qilib beramiz. Eng zo'rini. 1,5 million. 1,5 million zo'rini qilib beramiz 3 qavatli. O'shanda ham oldidan shumka bo'ladi, ham orqasidan shumka bo'ladi. Yana profillarim eng kam bo'lmaydigan 2 stenkacha chiqish kerak 3 qavatlikka. Nimaga desang, buni 1,5 qilib qo'ysam bo'ladi. Ertaga ish bitguncha, ega sapil o'guncha emasda. Maqsad halollar bilan savdo qilish, bizga ishini zakaz qilgan odamlarning ishonchini oqlash. To'ppa-to'g'ri. Endi yana bitta tomoni bor. Agar misol uchun endi misol sizni ishingizni bilaman, qanday ish qilishingizni. Bitta odamni uyiga darvozani o'rnatsangiz, xudo xolasa, uni qarindosh urug'lari ko'radi darvozani. Mahalla ko'y ko'radi. Shuni ko'rib turib, hali ishqiboz bo'lib qoladigan darajada bo'lsa, narxi ham, puli ham eng qizig'i. To'g'ri. Gap yo'q, lekin. Endi gap yo'q. aytmoqchimanki, misol savdo masalasida yolg'on gapirib savdo qilsangiz, Xudo taolo o'sha peshonangizga o'sha narsani yozib qo'ygan bo'lsa, rost gapirsangiz ham o'sha zakaz olasiz, yolg'on gapirsangiz olasiz. Faqat bu yerda nima bo'ladi desangiz, pulni halol yo harom qo'yish o'zingizga qoladi-da. O'shaning uchun savdo masalasida rost gap gapirib, aytib zakaz olgan yaxshi aka. Do'stlar, hozir ana nariga sherli darvozamizni mana bu yerda boshqacha ranglisi ham bor. Universal mavzu kanalini admini, xudo xolasa, akamiz ham chetdalar. Bittadan like bosib bersizlar, u akamiz ham hamkasb. Yo'y, dislike qo'ying. Ana, yashay. Mana shu akamizga bitta like bosib bersizlar, akalar. Xo'p, keyingi darvozamiz Andijon viloyatiga, Paxtabodga Ibrohim aka degan bitta bratan bo'ldi. YouTube'da hamma ishini ko'ribdilar. Ukajon dedilar, hamma ishini ko'rdim. Sizning ishingiz qanaqadir gaplaringiz menga yo'qdi. Ko'pchilikni ko'rdim. Sizga ishondim. Qo'lingizda qilib bering dedilar. Darvoza bu hozir qanoti o'zi xolos. Buni ikkita chekkasiga 40 santimetrdan adinachkalar bor. Tevasiga 60 santimetr narichiklari bor. Darvoza kattalik hisobi tera olmadik. Darvozani mana sherligacha qo'yib beradilar. Paxtabodda bitta bo'lsin dedilar. Bu yangi fasoni. Buni suvarka qilib olmaydi. Buni samolyotda qo'ytirib, surilib teshib, bularni kraska qilib bo'ladi endi. Bu ham glansiy bo'lgan, silliq ishlangan. Qanaqa bo'ladi sherlar? Sherlar endi zo'r bo'ladi, xudo xohlasa. Yo'q, rangi. Rangi mashqarang bo'ladi-da, sherga o'xshashroq rang bo'ladi. Yaltiratib qo'yiladi, ha. Xo'p, darvozamiz eniga 380, balandligi 4 metr bo'lgan, 2 qavatli. Bu darvozamiz ham yakut uzdaman deysa 1 million 350 ming full paketda qilib beramiz. Eng zo'rini. Eng zo'rini 1 million 350 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab faqat Xorazmdan Qoraqalpog'istonga dastavkamiz bor. Ustunovka Buxorogacha bo'ladi. Qo'shni respublikaga xudo xohlasa kelsak qilib beramiz. Endi mana bularga ham to'xtalib beraylik. Bitta hozir ikkita darvoza bormi? Ikkita darvoza bor. Xo'p, bunisini ko'rsatamiz. Birinchi bunisini ko'rsatamiz. Bunisini. Xo'p, bu darvozamiz Qashqadaryoga, Qarish shahriga Mansur aka degan akamiz borlar biratan. Xo'p, uspet qila olmadik, ayrim sabablarga ko'ra, TVda kovni gullari bor. Hali bitta qonatlarda gullari bor. Bu hali bitmagan, to'liq. To'liq bitmagan. Endi videoga orali akamlar bir ko'rib xursand bo'lsinlar dedik. Gap yo'q. Darvozamiz eniga 3,40, balandligi 3,60 bo'lgan. Bu razmer o'zi. Ikkita chekkasiga 35 santimetrdan adinachkalar bor. 2 qavatli bo'lgan, shum izolyatsiya bo'lgan, 2 yoni bilan tagi shivellarda bo'lgan. Bu ham glansiy bo'lgan. 1 kvadrat metr 1 million 400 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab ustunovka qilib beramiz. Eng zo'rini. Chiqqanda ham Qashqadaryolik akalarimizga, "Vop, shum baquvvat bo'lib chiqadi, xudo xolasa." Darvoza bitganiga ancha bo'lgan.
faqat bir qator chang-pang polni artib tozalab qo'yamiz, gullarni qo'yib, xudo xohlasa. Buni qachon o'rnatib berasiz? Xudo xohlasa, mana shu 2 kundan boshidan o'rtish boshlaymiz, katta mashinamiz bor, Bular yuklar. hammasi o'sha Hammasi ustunovkaga ketadigan darvozalar. Endi egalaridan iltimos qilib mashinaga bir yutib oladiganmiz deb roziliklarni o'ylab mana videoga olibdi, xudo xohlasa. yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Mana bu darvoza endi o'zimizni Andijonga. Aha. Andijonni, xo'p, Oqtepa degan joyi bor. Andijon viloyati Oltinko'l tumani Oqtepa degan joyi bor, Oqtepaga. Xo'p, biratan ko'rib ishimiz yo'qtirgan ekanlar. Mana zakaz qildilar, xudo xohlasa ustunovka qilibdi. Endi ustunovka jarayonlar bo'ladi, xudo xohlasa. Buni atalab maydalamaganmiz. Xo'p, darvozamiz 2 qavatli, 2 lista bo'lgan, birinchi qavati ham, ikkinchi qavati ham. Xo'p, shum izolyatsiya bo'lgan. Xo'p, mana bu yerlarda povni gullar bo'ladi. Mana bu yerlarda ham povni gullar bo'ladi, teskari fason deyiladi. Yana bitta narsa ahamiyat berib qo'yamiz aka. Nimasiga desangiz, ko'pchilik darvozachilar, pash 99% darvozachilar bunaqa darvozaning o'zini, arkasini o'zini, mana arkalarni povni list o'zidan chiqarmasdan profildan kesib chiqaradi. Ko'pchilik. Biz povni list o'zidan chiqaramiz. Ya'ni mana bu yerda arkada uloq bo'lmaydi. Bo'lsa, bitta uloq bo'lishi mumkin. Qolgan ko'pchilik bu narsani buni kesib chiqaradi barakada, ponni. Palastasini kestirib, mana ulardan ponni profili emas. Buni o'zini list o'zi igdirib chiqarganmiz. O'zi darvozani so'z isbot bilan orqa tarafini ko'rsatib qo'yaman, orqa taraf tekis. Bunaqa darvoza orqa tarafida qovurg'asi chiqib turadi. Mana darvoza gaz qilganlar bo'lsa ko'rishadi, mana orqa taraflar tekis mana. Ponni hamma yoq tekis bo'ladi. 2 qavatli bo'ladi. Bu darvozamizni 1 kvadrat metrini 1.400.000 so'mdan qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab ustunovka qilib beramiz. Buni gullarni qo'ysa bundan ham chiroyli chiqadi. Razmerimiz eniga 3.90, balandligi 3.25 bo'lgan. Darvozamiz ikkita yoni, o'rta stokasi 10 gun, taglari o'ldi shivellar bo'lgan. Gruntovkalarni sepib, bitqida tayyor qilib qo'ydi. Kraskachi oqimlar, tenjonlar sog' bo'lsin. Kutganimizdan ham ziyoda bo'lib chiqdi, xudo xohlasa. Yashang. Maqsad halollar bilan savdo qilish, xudo xohlasa bizga ishlarimiz zakaz qilganlar ishonchini oqlash. Barakasini bersin. Do'stlar, xudo xohlasa, mana shu Anasxonning nomerlarini qoldiramiz. Pastda bemalol aloqaga chiqib, kelib, savdoda qilib, Xudo xohlasa. Agar kela olmaydigan bizni musofirdan kuzatayotganlar bo'lsa, Telegram, WhatsApp bor. Xudo xohlasa bor, aloqa chiqishadi inshaalloh. Aloqaga chiqib, O'zbekiston bu bo'ylab. yerda hozir misol uchun ko'rsatilmagan fasollar bo'ladigan bo'lsa, yoqtirganlaringiz bo'lsa, rasmlarini tashlasalaringiz, xudo xohlasa Anasxon keltiraman. Xudo xohlasa. Ali nima dedi? Yurakdan chiqarib, chiroyli qilib xonadoninglarga xudo xohlasa ustunovkalarni qilib beradi. Inshaalloh. Hammaga omad. Sog' Bizga nabzan yiroqlashmanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar. Rahmat.